Umar ibn Xattob haqida gapirib berchi. Mendan yaxshiroq bilgan narsangiz haqida so'rayapsiz. Shunday bo'lsa ham gapir. Alloh haqi. U siz o'ylaganingizdan ham yaxshiroq. Umarmi? Uni bizdan yaxshiroq bilasiz-ku. Bilsam ham eshitmoqchiman. Umar haqida bilganim, u odamlar o'ylaganidan ham yaxshiroq. Oramizda unga o'xshagani yo'q. Alloh seni rahim qilsin, to'g'ri aytding. U haqida faqat yaxshi gap gapiramiz. Uni faqat munofiqlar yomon ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Xattobning o'g'li, nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar shayton senga duch kelib qolsa, o'ziga boshqa yo'l topib ketadi", dedilar.